Bu videoni oxirigacha ko'rsalaringiz yana bir bor ishonch hosil qilasizlar. Zarchabek qurilish mollari. Bu do'konimizni ochganimizga ko'p vaqt bo'lmadi. 3 oy ili 4 oy bo'ldi. Shunga qaramasdan mijozlar oqimi juda ham yaxshi va juda ham ko'p kelmoqda. Sizlarga qisqa vaqt ichida ertalabdan shu obedgacha bir 3-4 soatning ichida bo'lgan dastavka xizmatlarini qisqa video ichida bir ko'rsatib o'taman. Navbatdagi dastavkamiz. Yana bitta dastavkamiz. Navbatdagi dastavkamiz. Hozir buning ustiga yana yuklanadigan narsalar bor. Yana bitta dastavkamiz. Navbatdagi dastavkamiz. Dastavkamiz. Reka, displey va plastik. Dastavkamiz. Navbatdagi mahsulotlarimizni mijozlarga chiqaryapmiz. Dastavkamiz. Navbatdagi batareyalar va trubalarni yetkazib beramiz. Navbatdagi dastavkamiz mana katta partiyada Penaflex. Mana videoni ko'rdingizlar. Bu qisqa vaqt ichida 3-4 soatda olingan video. Faqat o'zim buni ko'rib qolib videoga olganlarim xolos. Undan tashqari yana boshqa ham dastavkalar ham bo'ldi. Undan tashqari mijozlarimizni o'zlari mashinalarida ham olib ketgan boshqa mahsulotlar ham juda ham ko'p edi. Ularni videoga olib o'tirmadim. Shu faqat keraklilarini o'zim ko'rib qolganlarni videoga oldim. Sizlarga bemalol ishonishlaringiz mumkin. Mahsulotlaringizni sifatli tarzda yetkazib beramiz.